Assalomu alaykum. Azizlar, bugün O'zbekistonimizda millionlab insonlar şu dini islomning farzlaridan biri bo'lgan ro'zador bo'lib, yurtimizning tinchligi, osoyishtaligi, barqarorligi, farzandlarimizning kamolati uchun duolar qilmoqda. Qalbiga iymon nuri to'lgan insonlar mana bugün iftorlikda, saharlikda bir-birlariga omonlik tilab duolar qilib, yaxshi niyatlar qilishmoqda. Bugün Toprak Qalamizning Hazarasit mahallasida mana mahalla ahli birgalikda iftorlik qilib yaxshi duolarni aytishmoqda, yaxshi tilaklarni aytishmoqda. Sizlarga mana shu roza tutgan odamlar deb nomlangan she'rimizni o'qib beramiz. Omon bo'lsin qalbini toza tutgan odamlar, olsin savob ajrini roza tutgan odamlar. Va'da bordir Xudodan, omon qolar jazodan, ibrat olar qazodan roza tutgan odamlar. Ogoh qo'shni holidan, yo shu keksa cholidan, zakot berar molidan roza tutgan odamlar. Tosh otmaydi do'stiga, chidar kamu ko'stiga, xizmat ber bosh ustiga roza tutgan odamlar. Balki ko'kda qoldirg'och, ro'zadordir uchar och, derlar gunoh ishdan qoch, roza tutgan odamlar. Eldan yurtdan rozilar, savob ishi yozilar, derman to'sin hojilar, roza tutgan odamlar. Osh yemaydi minnatga, shay turadi mehnatga, saroy kursin jannatga, roza tutgan odamlar. Kofirga yo'l chaqindir, oqizguvchi oqindir, yaratganga yaqindir, roza tutgan odamlar. Tursin mahshar onida, Rasululloh yonida, Allohning mehmonida roza tutgan odamlar. Shoir aytar muddao, duo qiling siz duo, asrasin sizni Xudo, roza tutgan odamlar. Mana ro'zadorlarimizning eng yaxshi tilaklari ijobat bo'lsin, yurtimiz yanada tinch bo'lsin, yanada gullab yashnasin. Eng yaxshi duolarimiz vatanimiz taraqqiyotiga, gullab yashnashiga. Azizlar, mana bugungi mana shu Hazarasit mahallasining iftorlikda prezidentimizning mana shu tashabbuslari bilan, g'amxo'rligi bilan Umra haj safarini amalga oshirib kelgan Quronboy mulla Avazov mana bugün mana shu iftorlikda. Marhamat Quronboy aka, sizni eng yaxshi tilaklaringizni, yaxshi shu safar taassurotlarini eshitamiz. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Subhanallah Teala, yetirganga şükür. Ey Subhanallah Teala, Xudoyim prezidentimiz ömrünü uzak kılgaysan, hakimlerimizin ömrünü uzak kılgaysan, halkımızın ömrünü uzak kılgaysan, Xudoyim ey Subhanallah Teala dekançının berekatı kılgaysan, çarvaçkınıza berekat, dekançının berekatı, Xudoyim berçe, Xudoyim kılgan işlerimize berekat, Xudoyim paxta pulallarımızı, Xudoyim şalı pulallarımızı, Xudoyim buğday pularını 200% becerip otur nasip olsun. Ey Subhanallah Teala, Xudoyim halkımızın baktığına, Xudoyim ailemizin baktığına, şu mahallemizin baktığına, Xudoyim şu prezidentimin şu günlerine yetirgene şükürana aytalım. Ey Subhanallah, hakimiyetimize şükürana aytalım. Bizlere şu dereceye ata babamızı barmağı yerlere müyesser kılığına şükürana aytalım. Ey Subhanallah Teala, yurtumuza tinçlik vali bak yatak kılsam, Xudoyim köde görmez afet kürbede Allah Teala öz pana ömrüze keskar diye kanca berekat kılsın. Onlardan hazmamla aktıp çoluk yol sünnet part bir ihtimaşından nezbur eyle yedim. Ey Subhanallah Teala, Xudoyim yurtumuza tinçlik vali ata kılsın. Bilip bilmin kılan günahlarınızı mağfiret gayet Subhanallah Teala. Xudoyim şu hemişe Xudoyim de halkımız eldinde, Xudoyim devletimiz elinde, yüzlerimiz yarı olsun. Xudoyim hem vaktiyle şeyim toyarıp elimdirlerim Xudoyim şu işkaklık bilen Xudoyim etkeciyemiz. Xudoyim hemmeyizi şükürler yetirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kutlumar Allah ekber. Kabul olsun Allah ekber. Rahmet. Rahmet. Quronboy aka
mana shu umra safariga borib kelish mana To'broq qalamizning xalqiga, şu bütün mahallelerimizin faal insanlarına hammasiga nasip kılsın. Selamet bulun. Bugün iftarlık devresinde mana iftarlık stolu etrafında bir neçe kesip egeleri mana şu iftarlıkta katlaşmakta. Roza tutuş bu sağlık, selametlik, köngülü tok tutuş hisoblanadı. Azadalik, tozalik, saranjom sarishtalik hisoblanadı. Ve To'broq qaladisining rahbari mana Olimboy Madaminovdan 2 og'iz tilak eshitamiz. Marhamat. Rahmet. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, yurtdoshlar. Yine bugün bir iftarlık kılıp oturtmuş. Şu hakimiyetimiz, prezidentimiz, şu kariyeleri, pensiyonerleri, şu gamkorluğunun şerefati tüfeyle yine iftarlık kılıp oturtmuş. Yine hemmemiz roza tutup oturtmuş. Allah'ın dergahını kabul olsun. Ramazan'ın roza ayında yine büyük Xudo xolasi dekonchiliklardan boshlanib ketdi. Dasturxonimizga, dekonchiligimizga, kiyik keramimizga, chorvamizga, emlemelimize Allah'dan bereketini diliyoruz. İbrahim sağlık, amanlık olsun, yurtumuz tinç olsun, abad olsun. Her şey düşündüğü rozalara kök günü yetiriş Allah Teala'dan soruveremiz nasip olsun. Rahmet. Rahmet. Doktorumuza rahmet diniz. Aziz muhlislar, mana bugünkü mana şu iftarlık dasturxon etrafida, stol etrafida mana aziz onalarimiz, ayollarimiz, singillarimiz, kızlarımız iştirak etmekte. Hazaras mahallesinin kayvona onalaridan şu günlərdə, to'y bayramlarida, tadbirlarida bosh bo'lib ayollarga maslahat berib kelayotgan mana yoshi ulug' onaxonimiz Rabiya onamiz Matkarimovadan ham tilaklarni eshitamiz. Marhamat. Marhamat, marhamat. Mana mikrofonni. Esselamu Aleyküm. Şöyle oturgan ekeler, ülkeler, hemmenizi Ramazan ayı bilen tebrikliyorum. Kutlu mübarek olgay Xudoyim. Şu neleri teşkil etken iftarlıkı, hakim buğamızam, balamızam ketteden kette rahmet, şu işleri teşkil etken. Prezident atamızam rahmet. Yurtumuz tinçlik olgay, bela kadalar, çiğet olgay Xudoyim. Deryomuzda su mol olgay, dekançılıklara bereket bergey Xudoyim. Çarvalarımızdan bereket bergey. Yurtumuz tinçlik olsun. Rahmet. Roza-i Ramazan mübarek olsun size, Ro'yana. Roza-i Ramazan mübarek olsun. Uzak ömür dileymiz. Mana şu mahallenin başında, toylarının, yaxshi kunlarning başında mana shunday turish nasib qilaversin. Sağ salomat yuring. Roza-i Ramazan hammangizga mübarek bo'lsin deyman. Hali sizga aytar qo'shiqlarim ko'p. Sizni gayratadi har bitta onim. Hech kimsa aytmagan qo'shiqlarimni jo'r bo'lib aytadi O'zbekistonim. Mudom davronlar surgaysan, yashab turgan gulim meni. Dünya durincha durgaysan, O'zbekiston elim meni. Aziz muxlislar, mana shu reportajimizni shu yerda yakunlaymiz. Mana shu bugungi iftorlikni boshida turgan barcha insonlarga minnatdorchilik bildiramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.